Bitta shu shkafimizni, bu shkafimizdan bitta ikkita bor, mana ko'rib turganlaringdek. Umuman короче bir qator ko'rib, buni ustidagi materiallarni boshqatdan yangilab, mana shu joyga tiqib berishimiz kerak. Tepa qismiga ikki tomonga ham buni svetni o'zidan biz shkaf qilib beryapmiz. Holati mana shunaqa holatda, mana ko'rib turishingiz mumkin. Orqalariga ham oldin qilib bergan usta. Короче mana shunaqa qilib ketgan ekan. Qilgan bo'lsa ham mana ichkarilar shu holatda. Mana bunaqangi gaz qo'yadigan joyga undan o'rtaga yonlik tushirib ketgan ekan. Endi bundan ustalarga biz ortiqcha gapimiz yo'q. Omadini bersin. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa biz shu ikkita shkafimizni chiroyli qilib ta'mirlab, tepasiga qo'shimcha shkaf qilib, mana shu yerga ustanobga qilib beramiz. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, biz ishimizni bitirib yakuniga yetkazdik. Ko'rib turganimizdek, bu tomoni bilan bu tomoniga chiroyli qilib joylab, tepasiga mana patsvet qilib o'zidan qilib yasab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mo'ykalarini germetichniy qilib ustanovka qilib berdik. Mana teylari endi o'zini holida shkafi. Qanday bo'lsa o'shanday biz uncha-muncha joylarini ko'rib berdik. Mana sizlarga yangi deflar qo'yib berdik. Bu tomonimiz shkafi o'zi. Ichi o'zini shkafi. Hop, biz tepaga qilib bergan ishlarimizda ko'rishimiz mumkin. Bitta uchitas qilib agromni polkali qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu tomonimizga gazimizni ustanovka qilib berdik. Mana gazimiz tegi o'zi. Gazimiz yonida bitta tortmamiz. Bu tortma tagida yana bitta shkafimiz. Shkafning yoni kattagina romnish. Shkaf plus mana tepada ko'rishingiz mumkin. Zontigimiz yoniga bittali sheylar qilib berdik. Endi tepalarni ochiladigan qilib berdik. Navbatdan foydalanib bo'lmaydi, lekin hali bitga nima qilib qo'ydik. Bitta hozir bizni bittaga bitta detalimiz qolib ketibdi. O'shani qotirib bersak, bizni ishimiz yakuniga yetadi. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin, shu holatda bitirib berdik. Mana devorimizga plotniy qilib, devorda o'zini qiyshiqligini hisobga olganda mana tepamiz tegib turibdi, pastlikkan yo'q. Bu tomonimizga ham mana plotniy qilib berganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, bitta mana tiyagamiz bor. Tiyaga bizga jicha qiynadi shkafimizni tiqishligingiz uchun. Mana devorga protek qilib berganmiz. Kimga shunaqangi chiroyli ishlar kerak bo'lsa, bemalol Mobilixtime'ga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bemalol murojaat qilaveringlar.